Haydovchilar pravo uchun qayta imtihon topshirishadimi? Pensionerlar daromad solig'idan ozod qilindi. Eronda namoyishchilar 30 dan ortiq masjidni yoqib yubordi. Assalomu alaykum. Endi ushbu xabarlarning to'liq tafsilotlariga o'tamiz. Haydovchilar pravo uchun qayta imtihon topshirishadimi? Ijtimoiy tarmoqlarda 2021-yilgi milliy va davlat boshqaruvli guvohnomasini olgan haydovchilar yangi imtihon markazlarida grafikda asosiy tartibni qayta tiklash imtihonlaridan foydalanish haqida xabarlar tarqatildi. Mazkur xabarlar yuzasidan Yo'l harakati xavfsizligi xizmati munosabati bildirdi. Bildirilishicha, bu haqdagi xabarlar haqiqatga kelmaydi va qanday tuzatish asoslariga ega emas. Ijtimoiy tarmoq foydalanishdan bu kabi yolg'on xabarlarni tarqatib, vatandoshlarni chalg'itmaslik so'raladi. Jamoat tartibiga yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi yolg'on axborotni tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish bazaviy hisoblashning 50 baravarigacha miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Ozod qilindi. Qozog'istonda pensionerlar uchun so'nggi qo'shimchalar joriy qilingan. 2026-yil 1-yanvardan boshlab yagona jamg'arma pensiya jamg'armasidan to'lovlari olinadigan jismoniy shaxslar daromad solig'idan to'liq ozod qilindi. Bu voqea Sputnik Qozog'iston xabar berdi. Yangilanganligicha, yangi tartibga solish uchun qozog'istonlik pensionerlar ishlab, daromad solig'idan ozod bo'lib, balki ularga ishlab chiqarish uchun uy-joy sotib olish va davolanish uchun imkoniyatlar yaxshilanadi. Bungacha mamlakatda barcha pensiya to'lovlari va yagona to'lov rejasi doirasidagi to'lovlar 10% ga shaxsiy daromad solig'iga tortilgan. Fuqarolardan sog'lom to'lovlari amalga oshirilgan vaqtda daromad solig'i ushlab qolingan. Yagona to'lovlar rejasi doirasidagi esa soliqni darhol to'lash yoki uni etkazib berishga chiqish kungacha yig'ish zaxirasi mavjud. 2026-yildan boshlab pensiya to'lovlaridan ham uy-joy yoki davolanish uchun ajoyib tarzda bir martalik holatidan ham shaxsiy daromad solig'i umuman ushlab qolmaydi. To'lov rejasi ishlab chiqarish kechiktirilgan, yillik qarzlari bekor. Biroq yagona jamg'arma pensiya jamg'armasi allaqachon to'langan soliq summalari qaytarilmasligini bilib oladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayrim toifadagilar uchun maxsus tartib yoritiladi. Xususan, agar ular bilan bog'liq bir martalik pensiya to'lovi tegishli shaxsiy daromad solig'ini to'lagan bo'lsa, summani qayta olish huquqiga ega bo'ladi. Biroq bo'lmagan Qozog'iston rezidenti bo'lmagan shaxslarga yordamlanmaydi. Ular uchun qo'shimcha qo'llanilmaydi. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Qozog'iston dunyoning eng 50 ta mahsulotiga kirgani haqida xabar berilgandi. Masjidni yoqib yubordi. Joriy yil yanvar oyida Eron bo'ylab keng tarqalgan kurashga qarshi noroziliklar keskin bosqichga o'tib, namoyishchilar mamlakatdagi 30 dan ortiq masjidga o't qo'ydi. Bu Bozor News nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Tehron meri Alirizo Zokoni bugun 10 yanvar kuni tartibsizliklar davomida 30 dan ortiq masjid yoqil-yig'ilganini aniqladi. Internetda tarqalgan va ochilgan videolarda kecha 9 yanvar kuni Tehrondagi Al-Rasul masjidi alanga ichida qolganini ko'rish mumkin. Shuningdek, Tehron shimolidagi G'alaq va Saodatobod binolaridagi masjidlarda ham yong'inlar haqida ma'lumot berilmoqda. Uning janubiy sharqida joylashgan Zohidon shahridagi Makki masjidi Eronning boshida o'tgan namoyishlar zo'ravonlik bilan kechgan. Xabarlarga qaraganda, namoyishchilar bilan xavfsizlik kuchlari tezda to'qnashuvlar yuz bergan. Masjid atrofidagi odamlar to'plangan vaqtda xavfsizlik xodimlari o'q uzgan. Namoyishlar dastlab Eron milliy valyutasining yuqori bahosizlanishi, oshishi va hayot narxlarining qimmatlashuvi yuqori baholangan. Biroq vaqt o'tishi bilan noroziliklar tobora siyosiy tus ko'rgan. Don shahridagi Makki masjidi Eronning boshida o'tgan namoyishlar zo'ravonlik bilan kechgan. Xabarlarga qarab, namoyishchilar bilan xavf-xatarsizlik kuchlari tezda to'qnashuvlar yuz bergan. Masjid atrofidagi odamlar to'plangan vaqtda xavfsizlik xodimlari o'q uzgan.
Namoyishlar dastlab Eron milliy valyutasining yuqori bahosizlanishi, oshishi va hayot narxlarining qimmatlashuvi yuqori baholangan. Biroq vaqt o'tishi bilan noroziliklar tobora siyosiy tus ko'rgan. Namoyishchilar diktatorga o'lim va Xomaniyga o'lim kabi shiorlarni aytib, mamlakatni boshqaryapsizlar. Vaziyat ortidan Eron rasmiylari qattiq nazorat qilishlar bilan chiqdi. Oliy sud G'ulom Xushni Mohseniy Ejai o'zi sabotajchilar deb atagan shaxslarga qat'iy qo'llab-quvvatlashni taklif qildi. Hukumat qurbonlar rasmiy raqamlarni e'lon qilgan, biroq Human Rights Activists News Agency o'z vaqtida 38 kishi halok bo'lganini, jumadan xavf-xatarsizlik kuchlarining 4 nafar xodimi borligini aniqladi. Shuningdek, o'nlab odamlar jarohat olgani va 2217 kishi hibsga olingani aytilgan.